Kabe güç kıtım ziyaret. Cungu tarixideki en klasik eser 4 klasik eser. Şuna mı bunu hemimiz bilip kettik, dolu sözlep kettik. Hem de muş 4 klasik eserinin içidimi misal elişqa rehberlerinin ataman bir baş joğan adamның bir akıl parasti to'liq ifodalangan en yaxshi misal Kabe güç kıtım ziyaret. Bu yıl Şarq Xan sulalisi yani Cenenning 12-yili. Qor dahshat yig'ib atgan, havo intayin so'g'ab, 0dan töven 20 gradus. Yol nayt nem teyilgaq. Bu vaqtda Liu Bei, Guanyu, Zhang Fei 3 ağı ine Longzhongdagi yatqan ejderha Kunming taqsirining huzuriga salom qilmag'adi. Otlarni teyilib mang'anmay, otdan tushib otni yitlab piyoda minishga majbur bo'ldi. Bular shuncha jafoda yatqan ejderha Zhuge Qadi taqsirining uyiga keldi-da, bu yer Kabesi kelib, ishni Liu Bei intayin adab bilan chekidi. İşkin çekkenlikin bu yerde nait bir 12-13 yaşlar etrafındaki oppak yüzlük umaqqını bir boydek balı çıkıdı. Liu Bei bu balının kiçik balı qarmay nait edep bilen ilgilip durup salam kıldı. Hem de materyal qarsak bu miladi 207-yili. Liu Bei 47 yaşta, Zhuge Liang olsa 27 yaşta. Yüzüden naq 20 yaş kiçik. Yani yüzünün balısı bilen teng değişki buludu. Hem de bu yerdeki Liu Bei olsa bir danlık rehber, bir başlık olup boğan. Bu Jingzhoudagi men nimada xil bir amal tutib, qo'lida muqim bir balig'i, qushuni, boyligi, qilchiq narsa bo'lgan bir odam. Endi bu yer Zhuge Liang bo'lsa, mushart bir eski kapsilan bor. Endi bu yerdagi Liu Beining mana shu Zhuge Liangning ishini chiqargan xizmatkor kichik balsini igilib, ta'zim qilgandan qanchalik kamtar bo'lganligini his qila olamiz. Endi sizlar o'zingiz qanchalik kamtar bir Liu Beining o'z taqtipazda ekan, siz qanchalik kamtarlik qila olaysiz beshingiz kelgan vaqtda. Selishtirib bakinglar. Liu Bei bu yerda salom saat qilib bo'lgandan keyin o'zini tunishtirdi. Sol qo'l sangon Hakan tağısı Liu Xuan'da huzuriga keldi deydi. Endi bu yerdagi bu kichik bola Liu Beining deganini to'liq tushunmaydi bu amaldorlik nemisini. Liu Beining bu yerda bu kichik bola tushunsa demakchi o'g'il nima demakchi? Men degan Hakanning tağısı, eng katta amaldor ma yatqan Zhuge Liangga adam yo'qlab keldi, menga chaqira deb asli nayt kamtarlik bilan o'zining ayvisini chiqarib atadi ma gapdi-chu. Biroq bu balning nimasi kelamdi, bu bal nima deydi qarab baqiba, Hakan taqsi Liu bergan sil shuma va quloqlar nimandaq yo'g'an silning ding quloq kellig'i deb atadi. Endi bu yerdagi bir boshliq amaldorning kiygan kiyimi, taqturqiyak chiroyli bir bağlaşdan o'zi intayin adabsizlik, bunun bo'lgan bir hurmatsizlik. Shunami Zhang Fei shu joyda chiqib, "Nima deydi mana shunday?" deb ketdi. Endi Liu Bei, "Hay, inim, o'zingiz besom tarakdak akshib qolgan bu ushaq bilan tamomlayli" deydi. Shuning bilan bu yerda Liu Bei nayt ehtirom bilan, "Men shu Hakan taqsi Liu Bei, men Zhuge Liang taqsi bilan bir ko'rsam bo'ldi" desa, bu bola ikkinchi qatim bularning nayt ziddiq takidek qildi. Nima deydi? Kashta Jibojanda mazmunning oxirini paranglashimiz.